Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi 10. 11. ders. Beyti mening uyim. Hamda 11. dersda saboqdoshlar. Avtorining maqsadi oldidagi 10 darsda o'tgan qisqa grammatikalar, nuqtaliq grammatikalarni o'zlashtirgan asosda muqim jumla shaklini bilib olishimiz. Ya'ni biz oldingi darslarda asosan jumlaning ichidagi qurilmalarga diqqat qildik-ku, ammo jumlani ismliq jumla, fe'lliq jumla deb ayirmadik. Ondan keyin ismliq jumlaning ichidagi bo'lakni, ma'u ega bo'lak, ma'u xabar bo'lak deb asosan ayirmadik-ku. Hamda 11-darsda shunga sal ahamiyat beramiz. Hamda arab tilidagi jumlalar ikki xil bo'lib, ismliq jumla, fe'lliq jumla deb ikkiga bo'linadi. Ismliq jumla deganimiz ism bilan boshlangan jumla ismliq jumla bo'ladi. Ya'ni ikkili bo'lakka ism deb tushunsak bo'ladi yoki ism bilan boshlangan. Fe'lliq jumla deganimiz fe'l bilan boshlangan jumla fe'lliq jumla bo'ladi. Endi hozircha asosiy fe'lliq jumla yo'q. Asosan hammasi o'rganmoqchi bo'lgan jumlamizning umumisi ismliq jumla. Endi ismliq jumlada diqqat qilgan nuqta jumlaning asosiy bo'lagi, ya'ni gapning asosiy mazmun boshlanadigan tarafi ega bo'lak bo'ladi. Gap oxirlashadigan bo'lak xabar bo'lak bo'ladi. Endi buningdagi eng cho'ng belga ega bo'lak iniq keladi. Ya'ni ma'rifa keladi. Xabar bilak asosan nakira keladi. Bu bir. Ondan keyin xabar bilaklar nakirdan boshqa ravishlarmi ko'pincha xabar bilak ko'p keladi. Ravishlarni bildigansizlar bundaylik o'rin to'ldiruvchi, vaqt to'ldiruvchi narsalar asosan 99% nima bo'lib keladi? Ega bo'lib keladi. Nima xabar bo'lib keladi. Endi ega iniq bo'lib keladi. Iniq qismlar, ya'ni ma'rifa ismlar degan qanday qismlar degan haqida bir tunish to'g'ri keladi. Ma'rifa ismlar deganimiz xos ismlar birga ma'rifa. Odamning Muhammad, Ahmad, Bakri, Xolid degandek xos ismlar ma'rifa. Yana birisi tur ismlar, jins ismlarning oldiga, tur ismlarning oldiga alif lam kirib qolsa bu ma'rifa bo'ladi. Yana birisi ko'rsatish almashlarining hammasi ma'rifa. Haza, zalika, tilka deganlar. Yana birisi kishilik almashlarning hammasi ma'rifa. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu deganlar hammasi ko'z nim bo'ladi. Ma'rifa ina qismlar bo'ladi. Yana birisi ma'rifa ismlarga muzab bo'lib kelgan, ya'ni muzab-muzafillay. Ya'ni muzafillay bilak, ma'rifa bo'lgan muzab-muzafillay ismlar hammasi ma'rifa hisoblanadi. Ina qilib olaylar. Odamning xos ismlari, ko'rsatish almashlari va kishilik almashlar, alif lam kirgan ismlar, undan keyin muzab bo'lgan ismlar asosan hammasi ma'rifa. Mush ismlar jumlada igi bilak bo'la oladi degan gap. Unda olsa men sizlarga avval tekstni bitlab o'qib o'tay, undan keyin tarjima qilib, tarjima jarayonida sizlarga har bir jumlani tahlil qilib beray. Beyti. Hada beyti. Beyti amama al-masjid. Beyti jamilun. Fihi hadiqatun saghira. Hazihi ghurfati. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. بو من أيام. Ama cümledeki bu degene ega. Beyti xabar bo'ladi. Beyti amamel masjid. Uyum masjidning oldida. Burundagi beyti ega, ya'ni mudaf ilaylik shaklga shunda ama amamel masjid, masjidning oldida. Bu amamel masjid ikkilisi mudaf ila amam al-masjid amam ravish. Beyti jamilun. Mening uyum chiroyli. Beyti ega jamil xabar bo'ldi. Fihi hadiqatun saghira. Uyumda kichik bir bog'cha bor.
yoki bog' bor. Meniki haqiqatan sag'ira shikilisi igi bo'ladi, fihi oldida kelgan xabar bo'ladi. Ba'zida xabar oldida kelib qoladi, ha. هذه غرفتي bu mening yatqim. Fiha nafizatun kabira va mirwahatun jamila. Buningda cho'ng bir deriza va chiroyli bir yalpig'ich bor. Majumladimi o'xshashla fiha oldi kelgan xabar. Nafizatun kabira keyin kelgan ega. Endi vo bog'lash harfi deymiz, atf harfi. Jumlaning ma'lum bir bo'lganligiga yana bir ismni bog'laydi. Shu ismga o'xshash oldida kelsin ega olganmiz, ega bo'ldi, xabar olganmiz, xabar bo'ldi. Nafizatun kabira ega o'g'achqa, mirwahatun jamila nafizatun kabiraga o'xshashla nim bo'ldi, ega bo'ldi. Haza sariri bu mening karvatim. Haza ega sariri xabar. Sariri mudaf ya mudafila ya egilik kirishdiki erlik birlik birinchi shaxs kichik almashi. Haza kursi bu mening o'rindiqim va haza maktabi bu mening ustulim. Saati va qalami va kitabi ala al-maktab. Soatim, qalamim va kitobim ustida. Majmula saati mubtada alal maktab xabar. An qalami bilan kitobi va orqali soatiga bog'langan. Andoganda bularmi mubtadaga bog'langan, mubtadaga atf qilingan bo'lgandan keyin bu nima bo'ldi? Mubtada bo'ladi. Haqibati tahta al-maktab. Somkam ustal ostida. Haqibati mudaf ya tahta al-maktab mudaf li tahta. Nima? Haqibati mubtada tahta al-maktab xabar, tahta mudaf al-maktab mudaf li tahta biyada ravish bo'ladi. Nafizatu ghurfati maftuha. Mening yatqimning darajasi ochiq. Nafiza muzaf, ghurfa muzaf illay. Bular qo'shilib ig'oludi maftuha xabar bo'ladi. Hazihi ghurfatu akhi. Bu mening qarindishimning yatqi. Va tilka ghurfatu ukhti. Bu qiz qarindishimning, ya'ni singlimning yatqi. Ghurfatu akhi kabira. Qarindishimning yatqi cho'ng. Qiz qarindishimning yatqi bo'lsa kichik. Ghurfatu ukhti sag'iratun kichik. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Qarindishimning yataqi mening yataqimning oldida. Ghurfatu ukhti amama al-matbakh. Singlimning yataqi oshxonaning oldida. Li akhun wahid ismuhu Usama. Mening bir o'g'il bir tuqqanim bo'lib, uning ismi Usama. Vali ukhtun wahida ismuha Suad. Mening bir qiz bir tuqqanim bo'lib, uning ismi Suad. Abi va ummi tilkal ghurfatil kabira. Anam bilan dadam av cho'ng yataqning ichida. Ana uhibbu abi va ummi va uhibbu akhi va ukhti. Men anam bilan dadamni yaxshi ko'raman, o'g'il qarindishimdan qiz qarindishimni yaxshi ko'raman. Ana shunda vo ikki ismning o'tirdi kelib qolsa, bilan deb tarjima qo'ysak, xatolashmaymiz, ha. Qolgan shakllarini men tekstdagi oldingi bilaklarni tahlil qilib berdim. Keyingi bilaklarni tarjima qilib berdimlar. Ham qolgan bilaklar tarjima qilib, tahlil qilmagan bilaklarni o'zinglar tahlil qilib boqinglar yuqoridagi bilakdagi kerak, ha. Xato tahlil qilamizlar, to'g'rimi? O'zinglarni sinab boqinglar. Tamarin, ko'nikmalar. O'qing va yozing. Yozish sizlarga amonat. Endi o'qishga kelsak, mush jumlalarni yuqoridagi tekstga o'xshab tahlil qilib buningdagi fayz zavar zirlarni to'g'ri o'qisak bo'ladi. Masalan, bir jumla o'qib beray. Man fi hadal bayti. Bu uydagi kim? Fi kelgachga bayti deb zira qiladi, ha. Fihi hamidun. U uydagi hamid. Almayda fihi xabar hamidun nim bo'lg'achqa, igi bo'lg'achqa, igini nima qiladi? Pash o'qiladi. Agar xabarmi odatda ism bo'lib qolsa pash o'qiladi, ammo fihi o'xshash oldiga nima kelib qolgan, qo'shimcha kelib qolgan, oldi qo'shimcha yoki zarb bo'lib qolgan bo'lib qolsa, buni oshkor belgilanmaydi. Qolgan shakllarini mujib bo'yicha o'qib tarjima qilib baxsanglar bo'ladi. Ikkinchisi tuanigilarni o'qing, ya'ni yaxshi ko'raman degan shaklni o'qing. Ya'ni uhibbu abi va ummi, uhibbu zamili, uhibbullah, uhibbul lughat al-arabiyya, uhibbu akhi va ukhti, uhibbu ustazi. Men uhibbu nabiy sallallohu alayhi vasallam. Men onam bilan dadamni yaxshi ko'raman. Men u qarindishimni singlimni yaxshi ko'raman. Men soqdimni yaxshi ko'raman degan jumlalarni biroz mashq qiling.